Aviar avtosavdoda sizlar uchun arzon narxda yaxshi 2103 mashina so'kiladi. Ko'rishingiz mumkin. Mashina holati zo'r holat turibdi. Xo'p, kuzov 77, texpasportda 79 urilgan ekan ukalar. Kraska holati hammaga qiziq. Kraskasi kapot, krilo shu pastida bor ekan. Qolgan joylar top-toza ekan ukalar. Balon holatlari ham yaxshi holatda, ko'rishingiz mumkin. Salonlarni ukalar ko'rsatib tursam. Salonlari ham ukalar zo'r holat turibdi. Radnoy salonlari ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi magnitofon kolonkalarigacha ham ustanovka qilib qo'yishibdi. Texnik holatdan hech qanaqa muammosi yo'q. Ukalar mashina benzinda gaz ballonlari yo'q, GP ruxsatnomasi ham yo'q ekan. Yangi texpasportda o'zini uchun GP ruxsatnoma olsani zo'r holat keladi. Ko'z holatlari ham emas, zo'r holat turibdi. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Dokumentidan umuman muammosi yo'q. Motor, korobka, ходовой, задний qismlarida hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Qimmat letlargacha ham qo'yib qo'yishibdi. $1500 baholaydi. $1500 ga 2103 mashina so'kiladi.